Assalomu alaykum YouTube kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari. Sizlar bilan navbatdagi zamonaviy kam xarajatli uy loyihamizni ko'rib chiqamiz. Agar biron bir fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Bugungi loyihamiz mana shunday chiroyli uy loyihasini rasvodi bilan tanishib chiqamiz. Bu uy loyihamiz razmerlarini aytadigan bo'lsak, aylana ko'rinishi 14-60 ga 17 metrni tashkil etadi. Uyimizning umumiy maydoni 190 kvadratdan iborat. Bu loyihamiz shu ko'rinishda 4 sotik yerga joylashgan. Fundamentimiz o'lchamlari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, bo'yiga 70 cm ni, eniga 40 cm ni tashkil etadi. Shunda bu uyning fundamentiga 29 kub beton qo'yish kerak bo'ladi. Shunda 29 kub beton qo'yish uchun eng kamida 6 tonna sement sarflanadi. Beton orasiga 4 qator armatura tashlaydigan bo'lsak, 410 metr armatura sarflanadi. Endi devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, bo'yiga 3 metrni tashkil etadi. G'ishimizni rasvodi esa 12 ga 25 pishgan g'ishimizdan 1,5 g'ish qilib terganimizda umumiy hisobda 50 ming dona g'ish sarflanadi. Do'stlar, xonalarimizni razmerini video oxirida chizmasi bilan ko'rishingiz mumkin. Agar sizga bu loyihamizni chizmasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib chizmalarni olib foydalanishingiz mumkin. Telegram kanalimizning silkasini video ostida opsiyaniyada yozib qoldiraman. Yana sizga shuni eslatib o'tmoqchiman, bizni YouTube kanalimizga o'tib ko'plab uy loyihalarimizni ko'rib, o'zingizga kerakli loyihani topishingiz mumkin. Agar uy loyihalarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bizning videolarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga o'z hissangizni qo'shib qolishingizni so'rab qolaman. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Bizni kuzatib borishda davom eting va kanalimizda mehmon bo'lgan do'stlarimiz albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ekrandan uzoqlashmagan holda videoni ko'rishda davom etamiz, hurmatli obunachilar.